Assalomu alaykum Brend Metal obunachilari. Navbatdagi so'rimizda Andijon shahriga kelib o'rnatdik. Bu so'rimizda razmerlari 3.15 ga 3.30 bo'ladi. Yerdan balandligi 280 balandlikda qilib berganmiz. Buni so'rimizda oldidan zinalargacha polni bitkazib berganmiz. Stoykalar 8.8, 1.5 qalinlikda. Mana bu joylari polni kovunni uslubda bezaklarni berilgan. Mana bu joylarga esli Versace qilib berganmiz. Mana bu bezaklarni ham shu tunkali bo'ladi. O'rtalariga ramashkalardan qilingan, shikalantiranga bo'yalgan. Mana bu kraskalarni operator yaqinroq olib keling, shagrin qilib ishlab berganmiz. Polni laklarni sochib, kraskalarni xohlagan rangingizda qilib berishimiz mumkin. Xudo xolasa, pollariga keladigan bo'lsak, pollari 3 lik qalinlikda bo'ladi, tunkalari 0.4 lik qalinlikda. Tunkani tagiga 4.2 profillardan ishlatib qilib beramiz. Bu so'rimizda arkali qilib ishlab berganmiz. Gullariga alohida e'tibor qaratib o'tishlarini so'raymiz, chunki polni qo'l mehnatda qilingan gullar. Taglariga 8 ga 4, 1.5 qalinlikda ishlatganmiz. Yog'ochlarni ham polni mana ko'rishingiz mumkin, samarezlab chiqqanmiz. Hech qanaqa haliga samarezlangan qolmagan joyi bor. Yog'ochni bir-biriga kiradigandan ishlatib berganmiz. Yog'ochni qalinligi 3 lik qalinlikda bo'ladi. Xudo xolasa ekran pastdan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustunovka qilgan holatda o'rnatib beraveramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Faqat Toshkent va vodiy bo'ylab dastavka ustunovkasi bor. Narxi 24 million so'm kelishiladi.